imtihonga borganingizda aslo bu xatti-harakatlarni qilmanglar. Bular nima ekan? Birinchidan, oynani ochib qo'yib bosh chiqarish mumkin emas, qo'l chiqarish mumkin emas. Undan tashqari o'sha zadniga, agarda mana ko'pchilik perpendikularniy parkovka, ya'ni orqamacha parkovkani qilayotganda mashina turgan bo'lsa, kirib qo'yar ekanda, keyin zadniga olib, voy bu band ekan, ko'rmay qolman deb olib chiqishga harakat qiladi. Ana shu xatti-harakatlarni aslo qilish mumkin emas. Zadniga faqatgina sizlar parallelniy yoki perpendikularniy parkovkani bajarayotganingizda orqa o'sha rejimga olib yurish mumkin. Boshqa holatlar mumkin emas. Va undan tashqari mashinalarni o'sha orqasidan yetib olib ham yurmanglar, masofa saqlash kerak. Agar oldindagi mashina yaqin kelib qolgan bo'lsa, 20 metr masofa saqlagan holda yuringlar.